Xo'p, bundan tashqari yana bir narsaga e'tiboringizni qaratishni xohlardim. Ya'ni bu xarajatlardan tashqari, ya'ni o'sha fertigatsiya, ya'ni tomchilatib sug'orishni taxminiy 1 gektarga ketadigan xarajati taxminan 3,5–4 ming dollar atrofida bo'ladi. Biz buni keyin 4 ming deb hisoblaylik. Ya'ni bu asosiy xarajat bo'lganligi uchun buni bu yoqqa qo'shamiz. Ya'ni shunda umumiy holatda bizda taxminan bu taxminan hisoblanadi. Har doim bu yerda aniq raqamlar bo'lmaydi. Taxminan 1 gektarga asosiy xarajatingiz 40 ming dollarni tashkil qilyapti. Xo'p. Endi ya'ni agronomik xarajatlarga kelsak, ya'ni agronomik xarajatlarga kelsak, demak, birinchisi mineral o'g'itlarni berdik ekishdan oldin. Biz uje ekdik. Ya'ni bu yerda uje ya'ni ishchi xodim ishlatishingizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni xodimlarni ishlatishi hozirgi kunda O'zbekistonda taxminan bir kuniga 300 ming so'm hisoblansa, o'sha 10 mingta ko'chatni taxminan siz nechta odam olishingizga bog'liq bo'ladi. Taxminan bilmasam, keling deylik, bir qancha, bir 10 tami yoki 30 ta odammi, 10 ta odam olsangiz ko'proq muddat ishlaydi, 30 ta odam olsangiz kamroq muddatda tezroq ekib olasiz. Ya'ni bu uje taxminiy bitta narxingiz bor. Bu uje nima deydi, operatsionniy расход hisoblanadi sizda. Shuni hisoblasangiz bo'ladi. Taxminan deylik, shu 10 ta odamni 3 kun ishlatadigan bo'lsangiz, buni ham taxminan bu uje operatsionniy расходlar bo'ladi, ya'ni agronomik tadbir. Taxminan o'sha yeb ichishi, olib kelib, olib ketish xarajatlari bilan taxminan bir 1,5–2 ming dollar atrofida hisoblaymiz. Keling, mana 1,5 ming hisoblaylik. Ya'ni bu ekish uchun xarajatlar bo'ldi. Xo'p, endi bundan tashqari, ya'ni shu 1 gektar joyingizga yo o'zingiz qaraysiz yoki bir yana xodim bilan birgalikda bu yerda o'sha ya'ni shu mineral o'g'itni berasiz. Ya'ni taxminan biz bahorda ekkan bo'lsak, NPK, ya'ni ildizdan beriladigan расходlar anaqalarimiz bor, mineral o'g'itlar. Buni o'sha konsultant orqali yeringizni analizdan kelib chiqqan holatda bu makroelementlarni berasiz. Ya'ni bu bo'lishi mumkin o'sha bir qop bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha o'ziga qarab turib beriladi. Ya'ni 3 qop bo'lishi mumkin. Operativniy расходlarda, ya'ni o'sha doimiy xodimlarni, ya'ni odamlarni ishlatib yurganingizda doimiy sizda 1 gektaringizda taxminan 2 tadan 5 tagacha xodim bo'lsa sizga ma'qul bo'ladi. Ya'ni shu qarab, tozalab, o'sha doimiy ravishda kuzatib borish uchun. Xo'p, bundan tashqari yana deyarli o'sha kasalliklarga qarshi kurashish bo'ladi. Agarda shu nima deydi, o'rgimchak kanasi, shira hamda boshqa nima deydi, ko'zda tutilgan yoki tutilmagan kasalliklar bo'lsa, ularga ham qarshi kimyoviy vosita ishlatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizda bo'lishi mumkin bo'lgan taxminiy xarajatlaringiz hisobi. Ya'ni o'rta hisobda hasharot va zararkunandalarga qarshi siz kurashishingiz kerak bo'ladi. Taxminan mana shu hamda terish xarajatlari bo'ladi. Ya'ni mahsulotni terish, bu ham o'z o'rnida xarajat hisoblanadi. Mahsulotni sifatli terish va bozorbop qilib tayyorlash. Bunga ham siz qo'shimcha ishchi kuchi olib tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Shu umumiy hisobda
mahsulotni terish hozirgi kunda masalan bir cheligini 15 ming, 30 ming va 50 mingdan terishmoqda hozirgi kunda. Ya'ni bir chelak degani taxminan bu bir chelakda bir 2 yoki 3 kilogacha, 2,5-3 kilogacha bo'ladi. Xo'sh. Mana shu xarajatlaringizni taxminan, ya'ni 1 yillik xarajatingizni taxminan agar adashmasak bir 10 ming deb olsak, ya'ni qo'pol qilib aytganda 10 ming deb olsak, 10 ming deb hisoblasak, sizda bu asosiy xarajat bilan agronomik tadbir xarajati общий sizda 50 ming bo'lyapti. Ya'ni siz ko'chat olib kelib ekkaningizda shu xarajatlaringiz bor. Endi sizga savol. Siz taxminan qanchada shu tikkan mablag'ingizni to'g'ri holatda ishlatib, to'g'ri hammasini joyiga qo'yganingizda qanchada qaytarib olasiz? Nima deb o'ylaysiz? Taxminan 1 gektardan biz o'rta hisobda, ya'ni yaxshi navlarni oladigan bo'lsak, taxminan siz hamma narsani to'g'ri qilganingizda, ya'ni 8 dan 12 tonnagacha mahsulot olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizda o'rta hisobda 2 marta hosil olish bo'ladi. Balkim O'zbekiston sharoitida sizni teradigan vaqtingiz, ya'ni birinchisi, ya'ni remontable sortlarida birinchisi demak may oxiri hamda iyun bo'ladigan bo'lsa, may iyun. Ikkinchisi, ya'ni ikkinchi terimiz sizda bo'lishi mumkin. Demak, avgust oxirlari, keling mayli avgust va ayrim joylarda qor tushmagunicha, hattoki qor tushganda ham terib yurgan korxonalar bo'lgan. Bu demak degani sizni terish davringiz taxminan oktyabr yoki noyabr oyigacha bo'lishi mumkin O'zbekiston sharoitida. Mana oktyabr dedim. Mana sizni terim davringiz. Endi bu umumiy holatdagi ko'rsatkich, ya'ni standart holatdagi ko'rsatkich. Sizni mavsumingiz uzoqroq bo'lganidan so'ng, ya'ni ikkinchi terimda yuqorida aytib o'tdik, sifatliroq, yilliroq mahsulot bo'ladi. Hamda mana bu ko'rsatkich 10-15 tonnagacha chiqishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston sharoitida. Endi taxminan siz bozorda hozirgi kunda nech puldan malina olasiz? Sizga savol. Taxminan yozda bugungi shu holatdagi paytda malinani narxi 30 ming so'mdan to 120 minggacha bor. Siz yaxshi navni ekkan bo'lsangiz, albatta sizni mahsulotingiz yuqori sifatdagi bo'ladi. Ya'ni o'sha 5-6 grammlik bo'ladigan bo'lsa, uni narxi bundan-da yuqori bo'ladi. Hamda chiroyli qadoqlangan holatda bo'ladi. Ya'ni sarxil, svejiy holatda sotadigan bo'lsangiz, mana shundan kelib chiqib taxminan hisobni to'g'ri qilishimiz uchun, sizga qulay bo'lishi uchun keling shuni masalan o'rta hisobda 80 mingdan deb hisoblaylik. Ya'ni 1 kilo malinangizni narxini siz bozorda 80 mingdan sotadigan bo'lsangiz, ya'ni bu 30 ming, bu juda o'sha bizning eski davrdagi malinalarning narxi. Ya'ni bunga buncha investitsiya qilganingizdan keyin bunaqa ko'chat olmaysiz albatta. Ya'ni siz zamonaviy olasiz. Zamonaviy olganingizdan keyin tabiiyki siz
qimmatroqqa sotishi imkoniyati bo'ladi. Xo'p, demak, bizni malinamizni taxminan kilosini 80 ming deb hisobladik. Ya'ni o'rta hisobda 80 ming deb hisobladik. To'g'ri, bu yerda masalan bo'lishi mumkin, may iyunda biz deylik 4 tonna olishimiz mumkin. Keyin avgust oktyabrda biz qolgan tam 8 tonnasini olishimiz mumkin va hokazo. Bu narsa o'zgarishi mumkin. Shuning uchun hisoblaganda mana bu variant bizga O'zbekiston sharoitida ko'proq to'g'ri keladi deb o'ylayman. Xo'p, endi hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni 1 kiloni 80 mingdan sotadigan bo'lsak, biz agarda buni, ya'ni 1 tonna mahsulotimizda taxminan bizada 6,5 mingga 6,5 ming dollar bo'lyapti. Ya'ni 6,5 ming dollar biz sotamiz. Ya'ni mahsulotni. Demak, biza o'rtacha hisob qiladigan bo'lsak, taxminan 13 tonna yiliga oladigan bo'lsak, taxminan bizda 94 ming atrofida bo'ladi. Agarda biz taxminan 10 tonna oladigan bo'lsak, gektaridan, agarda 10 tonna oladigan bo'lsak, bizda 65 ming daromad bo'ladi. Agarda bu men minimalni hozir hisobga qo'yaman, чтобы adashmaslik uchun. Ya'ni agar e'tibor bergan bo'lsangiz, xarajatlarni maksimum darajada qildim. Ya'ni imkon qadar maksimum darajada qildim. Hamda daromadni oladigan daromadni imkon qadar darajada minimum qilmoqman. Sababi sizda imkoniyat qanchalar bo'lishini. Shunda sizda taxminan 1 yildagi operativniy daromadingiz taxminan minimalniy 15 yoki 30 15-30 ming dollar atrofida bo'ladi. Ya'ni siz 1 gektar yerga shu yaxshi sifatli malinani olib kelib, zamonaviy agrotexnik tadbirlarni qo'llasangiz va sifatli mahsulotni olsangiz, sizni sotadigan narxingiz taxminan 80 ming hisobida bo'ldi, lekin bu har doim bozorga qarab turib o'ynaydi va siz taxminan 1 tonna mahsulotingizni 6,5 ming dollarga sotdingiz va shu narsani 10 tonna hisobida qildik. 10 tonnadan 65. Ya'ni siz qilgan investitsiyangizni deyarli qoplab bo'lasiz hamda daromadga chiqasiz. Bu 1 yil, ya'ni 1 operatsion yil hisobida deyiladi. Bu taxminan 1,5 yil. Masalan, siz bahorda olib kelib ekishingiz mumkin yoki kuzda olib kelib ekishingiz mumkin. Bu narsalarga ko'p qaraladi. Ya'ni masalan bahorda eksangiz, kuzda siz nishona olasiz. Keyingi yil bahor hamda kuzda mahsulotni olasiz. Shu narsalarni albatta inobatga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Meni o'rta hisobimdagi ya'ni fikrimcha hozirgi kundagi yaxshi bizneslardan biri rezervuar mevalarni yetishtirish hisoblanadi. Ya'ni bu yerda nima plyuslari? Ya'ni olma yoki boshqa mevalarni siz olib kelib ekib 1 yil yoki 2 yil kutishingiz kerak bo'ladi, kamida mevasini olish uchun. Bu holatda siz ekkaningizdan keyin tezroq daromadga kirasiz. Hamda doimiy ravishda stabil sizga daromad berib turadi. Agarda siz to'g'ri albatta qarasangiz. Buni olib keldi, ekdi, o'zi hosil beradi, o'zi meva beradi desangiz, unda albatta siz adashasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.